Azamat da saatga qaraqan nechi bo'ldi jo'ra? Soat 10 bo'libdi usta bu. Nima bo'libdi shuncha ishlab? Qachon obed qilamiz? Usta bu, oldin yomg'irda kutadi. Endi obed kutyapsizmi? Endi hayot shuda jo'rajon. Ishlash ham kerak aka usta bu. Futbol o'ynayapmanmi senga? Katta ishga shoshilma Azamat. Nechta brigada ishlayapti bu xonaga? Bizlar bilan 3 ta. Dada, obed keldi. O'zingni bo'lsa bitta obed kelganga hammaga sharmanda qiling. Bor choy poy qo'y. Yes, obed keldi. Inim, yomon kechikasiz-da. Inim, men sizga tandir aytdim-ku. Ishlasanglar tandir olib kelamiz, usta. Usta, bu fanta ichasizmi, kola ichasizmi? Himmatingiz inim. Bo'lmasa, siz fanta iching. Xolmurod, bor, qo'lingni yuvib kelgin cho'p. Dada, o'zimni qo'lim-ku, yeyveraman. Baraka toping jo'rajon. Siz yeb kelgansiz, bilaman. Ha, hamma yegan. Olinglar qani, Azamat, Xolmurod qani, olinglar qani. Usta, bu Men fanta ichaman jo'rajon. Akajon, bu Travintini sizni brigadangiz quribdimi? Shu bizlarni prorabboda qorni chiqib ketgan, o'zgarganda yigit. Shu sizlar bilan ishlasa qandoq? Mayli usta, ishlasangiz bo'ladi. Bizning xizmatimiz kvadrat metri $12 dan, paskasini metri $2 dan. 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatamiz. 5 tadan ortiq brigadamiz bor. Mana bu Urgutdagi 1000 kvadratlik obyektimiz. Bu granitimiz ukrainskiy lavladari toshi. Fasad qismiga ikkinchi slok travertin dojdek toshi mavjud. Xolmurod, temirni kesayotgan bolgarka bilan tosh kesyapsanmi? Xolmurod toshni mob apparat bilan kesallar-ku. Ana, Azamatga o'xshamading sen, Xolmurod. O'g'il otaga o'xshaydi, dada. Bu turfa gullardan